Assalomu alaykum. Ahli internet xalqi, mana ertaga nasib qilsa bizda Navruz bo'ladi, katta alish. Salonlari ham yaxshi, mayda ma'lum bor, hamma narsasi bor xolos. Bu adresga keladigan bo'lsak, Guliston 60-maktab 1-nasos Dandon qishlog'ida. O'zi Dandon qishlog'i katta alish beryapti. Hammalaringizni taklif qilaman. Palvonlar kelingizlar. Xolos tomosha ko'rsatingizlar mana shu futbol bo'lgan stadionda. Mana shu stadionlardan olib, mana bu yoqda nasibsa ertaga ashi ham bor, hamma narsasi bor. Kelingizlar, vaqt birja qarni to'yg'izib olishni boshlaymiz. Hozir stadionni nimani ko'rsatamiz, olish bo'ladigan davrani. Xolos adres hammalaringiz bilasizlar. Gulistonda 60-maktab 1-nasos Dandonov mahallasida. Katta qishloq o'zi katta alish beryapti. Marhamat, ertandan qolmangizlar, yaxshi tomosha ko'rsatib, o'rningizlar salomlab ketingizlar. Jivoy mollari bor. Buni og'aylar mana shu yerda ertan katta alish bo'ladi. Beragrak kelib oling, ko'rsin xolos. O'ylar katta. Mana hamma joyni ko'rsating. Mana bachalar xizmatga tayyor bugun. Mana og'ayin jamoa hammasini olg'ining. Mana shu bachalar hammasi Rossiyadan aka-ukalar yordam qilib, tayyorgarlik ko'rib, katta alish beryapti. Kelingizlar hammaga jamla. Barachkalar, mana palvonlar. Renta qolmasin, uzoq joydanmi, yaqin joydanmi, hamma kelsin. Adres yana bir marta aytaman. Bugun 29, ertaga 30-chishlo 03-2026. Adres Guliston 1-nasos 60-maktab Dandonov mahallasida. Mana shu Dandonov mahallasi ham katta alish beryapti. Kelingizlar, bexabar qolmangizlar. Gap yo'q, hammalaringizni kutib qolamiz. Katta rahmat.